Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shohida opa, ahvollaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr. Bezovta qilib qo'ygan bo'lsak, uzr so'raymiz. Ayni damda biz sizga kutilmagan qo'ng'iroq loyiha dasturi orqali bog'lanmoqdamiz. O'zimni tanishtirsam, men shu loyiha boshlovchisi Sabinaxon bo'laman. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyona kuningiz ila chin qalbimizdan muborakbod qilib qolamiz. Rahmat. Alloh sizga sihat, salomatlik, uzun umr, qalb xotirjamligi va oilaviy baxt ato etsin. Har bir kuningiz quvonchga, har bir qadamlaringiz barakaga to'lsin. Ko'nglingizdagi ezgu niyatlar ro'yobga chiqib, hayotingizda faqat yaxshiliklar hamrohingiz bo'lsin. Yaqinlaringiz mehrini ko'rib, doimo yuzingizdan tabassum arimasin. Aytganingiz kelsin, Allohim. Shu o'rinda opajon, yaqin insonlaringiz tomonidan bizning loyiha dasturiga siz uchun tabriknomalar kelib tushgan. Nima deb o'ylaysiz? Qay bir yaqiningizdan siz uchun mana shunday dilnomalar kelib tushgan? Bilmasam, balalarim hali yosh, opa-ukamlarmi yo birorta qarindoshlarimmi? Albatta, ko'proq qay birlardan kutmoqdasiz? Ko'proq xo'jayinimdan kutyapsiz. Albatta opajon. Qimmatli vaqtingizni olmagan holda sizga yo'llangan tabrik egalarining ismlarini o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Bugun sizga jondoshingiz, opajoningiz bo'lmish Shoira opa tomonidan tabriknomalar kelib tushgan. Ularga hamrohlik qilgan insonlar esa onajoningiz Mahfurat opa, akangiz Bekzodjon, singillaringiz Shohsanam Muhayyo, Gulsevar, yangangiz Guljahon bo'ladilar. Birozgina qimmatli vaqtingizni olgan holda sizga opajoningizning samimiy tilaklarini o'qib eshittirsam maylimi? Mayli, voy. Opamdan lekin kutardim. Assalomu alaykum jondoshim, singlim. Seni tug'ilgan kuning ila chin qalbimdan muborakbod qilib qolaman. Alloh taolo senga sihat, salomatlik, uzoq umr va barakali baxt ato etsin. Qalbingni iymon nuri bilan to'ldirib, har bir kuningni o'zining rahmati bilan, himoyasi bilan bezatsin. Hayot yo'llaringni oson, niyatlaringni xayrli qilsin. Qanday holatda bo'lsang ham Allohni yodidan chiqarmaydigan sabrli va shukronali bandalaridan bo'lishingni nasib etsin. Alloh seni har qanday balo-qazolardan, hasad va yomon ko'zlardan asrasin. Qalbingdagi barcha ezguliklaringni o'zi uchun xayrli bo'lgan paytda ro'yobga chiqarishini Allohimdan so'rab qolaman. Hayotingga tinchlik, rizqingga baraka bersin. Ota-onamiz roziligini topib, ularning duolari bilan yuksak martabalarga yetishingni nasib qilsin. Singlim, hayoting Qur'on nuri, payg'ambarimiz sunnatlari bilan zinatlansin ilohim. Qadamlaringni to'g'ri yo'ldan ayirmasin. Iymoningni mustahkam qilsin. Har bir nafas olganing ibodatga teng bo'lsin. Har bir ko'z yoshing rahmatga aylanib boraversin. Dunyo va oxirat saodatini birga ato etsin. Tug'ilgan kuning bahona bo'lib, hayoting yanada go'zal, qalbing yanada pok bo'lsin. Alloh seni bizlar uchun hamisha omon, baxtli, iymonli qilib qo'ysin. Seni juda yaxshi ko'ramiz. Oilamiz baxtiga, meni baxtimga doimo sog' va salomat bo'lgin. Tavallud kuning muborak bo'lsin. Bir oq desam, hatto jonim fido etar. Iltijosi yaratganga borib yetar, kulishlari atirgulga o'xshab ketar. Singillarning eng sarasi mening singlim. Kuyinib zor boqar yo'g'u kamimizga, quyoshga teng mehr berar hammamizga, kipriklari o'xshab ketar ammamizga. Singillarning eng sarasi mening singlim. Deya mana shunday tabriknomalar yo'llab qolganlar, sizning ham opajoningizga atalgan so'zlaringiz bo'lsa marhamat. Avvalambor katta rahmat sizlarga ham. Opajonim umri uzoq bo'lsin, farzandlarim baxtiga sog'-omon bo'lsin. Shunday opam borligidan faxrlanaman. Nima ham deyman? Albatta opajon, shukronalik, shodiyona kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Mehr oqibatingizga ko'zlar tegmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat opamga katta.
inson faqat ishlash uchun yaralganmi? Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Sog'inch faqat bolalikka atalganmi? Didor esa suratlarga qadalganmi? Inson faqat ishlash uchun yaralganmi? Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Taskin topib bo'larmikan telefonda? Bir didorga nima yetsin bu zamonda? Har kun bo'lmasa-da mayli onda sonda. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Har kun bo'lmasa-da onda sonda. Bir yig'ilib ko'rishaylik jigarlarim. Jigarlarim, oh mening jigarlarim. Sog'intirganlarim, ey sog'inganlarim. Jigarlarim, oh mening jigarlarim. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Ota bo'lib ota qadrin bilayapmiz. Ona bo'lib ona dardin bilayapmiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Keling tez-tez ko'rishaylik jigarlarim. Ota bo'lib ota qadrin bilayapmiz. Ona bo'lib ona dardin bilayapmiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Taskin topib bo'larmikan telefonda? Bir didorga nima yetsin bu zamonda? Har kun bo'lmasa-da mayli onda sonda. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Har kun bo'lmasa-da onda sonda. Bir yig'ilib ko'rishaylik jigarlarim. Jigarlarim, oh mening jigarlarim. Sog'intirganlarim, ey sog'inganlarim. Jigarlarim, oh mening jigarlarim. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Jigarlarim